keldi, ziyo keldi. Davralarni to'ldirib, shodligim shodon keldi. Shakarlarga tabassum, qizil yuzga nur keldi. Ushbu kun yurtingizga ajib bir dorboz keldi. Barakalloh. Yashay dorboz. Kamobek salomat bo'ling dorbosiga. Dog'da tepasiga chiqib oldingiz. Mana pirim Ali sheri Xudodir. Kidomat Muhammad Mustafodir. Pirim aytur men Xudoning arslonidirman. Musulmon bandalarini janonidirman derkan. Dorbos pirimni qo'lida turibsiz. Bu dorbo dor xatoni kechirmaydi. Xiyoli xato dor ustida yaxshilikka ham olib kelmaydi akasi. Ama bu torni kechasi osladik. O tor juda ham bo'sh holatda. Ha, o yerlar bo'sh ekan. Yerlar bo'sh ekan. Torda tortish imkoniyati bo'lmadi. Bu holatda birodarlar tepada o'ynash juda mushkul. Ancha-muncha dorvoz chiqib o'ynalmaydi. Lekin mayli bugun sizlarning xursandchiliklaringizga shu holatga ham o'ynatsin. Oldindan uzr so'rab qo'yaylik. Kamchilik xatolari bo'lsa aybga sanamaysizlar. Tor juda bo'sh holatda turibdi. Sizlar uchun bir o'ynasin. Dorvoz oldiniga rasmiy dorvoslik qilib, dori qonun qoidasi bilan ahli jamiyat bilan bir tanishib keling, keyin boshqa o'yinlarga o'taylik. Lekin hey, dorvoslar ham qarsiyni yaxshi ko'radi, qarsiyni bo'la turaman. Ana! Mashaqqatsiz hunar bo'lmas. To mashaqqat chekmaguncha, yorniya vasliga yetib bo'lmas, to muhabbat bo'lmaguncha deydilar. Dorboziga siz mashaqqat qildingiz. 4 yoshingizdan beri dorda tepasidasiz. Endi hushyor bo'lasiz. Ana yigitlar, mahkam ishlaysizlar. Endi dor bo'shda birodarlar, aybga sanamaysizlar. Hushyor bo'lasizlar. Kindiylar ham yangimi deyman. Ha, bular ham u tortilib olib joyiga kelib olguncha qiynaydi-da siz ancha dorboz. Endi hushyor bo'ling. O simdor bo'lib qopti bu. Ha, xayolni parishon qilmaysiz. O'yishga hushyor bo'lasiz. Shoshilmaysiz akasi. O'yinlarni og'irlashtiraman. Chiroyli tomoshalarga o'tamiz. Bilaman mushkul, bilaman og'ir, lekin hushyor bo'lasiz. Ey dorboz, ustasiga farqi yo'q. Ha, shoshilmang endi, hushyor bo'ling. Qo'ldagi langar bilan dor o'rtasiga kelingda, ot sakrash uchun yo'qtirib, ey, oyoqni o'ng tarafdan chap tarafga, chap tarafdan o'ng tarafga urib, bir tomosha ko'rsating. Qadrdonlar bilan bir ko'ramiz. Oy şahane! Bayli, qarsiy chotiraylik, qarsiy. Birodarlar, bu men bilaman, pastdan turib oson ko'rinadi-da. Pastdan tepaga qarash oson. Bu tepaga chiqib pastga qarab olish qiyin. Bu juda ham qo'rqinchli. Bitta trosda muvozanat saqlab olish o'zi emas. Mayli, dorboz sizni ham ko'p qiynamayman akasi. Bo'ladiganlarni asosiylarini ko'ramiz. Xatarli, xovli tomoshalarni ko'ramiz. O'z namozi bilan xatar o'yin. Qo'ldagi langar bilan dorni o'rtasiga kelasiz. Langarni baland yuqoriga ko'tarib, bitaylanganda shurib olmasdan trep qilganini bajarasiz ko'ramiz. Marhamat. Aka. Shoshilmang. Alloh deng, Xudo deng. Langarga ehtiyot bo'ling, bir tarafga olib ketib qoladi. Shor bo'la. Barakalloh. Barakalloh dorboz. Hey!
yana bitta ko'raylik shu joyni. Langarga ehtiyot bo'ling, langarga ehtiyot bo'ling. Oyoq tushib ketmasin trosdan. Shorlik doshirib. Barakalloh, yashavoq. Rahmat, birodarlar. Toshkentda qarsak qimmatmi? O qarsa ham kredit bo'lib ketdimi deyman-a. Qarsa bepul. Ay yigitlar jonli o'ynayapti. Bitta swist o'g'illar. Salomat bo'linglar. Mayli, dormosiga. Hey. Hop, o'ynataman samoying ko'p tepada. Asosiylariga o'tamiz. Chiroylilariga o'tamiz. Men yaxshi ko'raman bu tomoshani. Shu tomoshani o'ynayvering. Odamlarga ham yoqadi bu aniq. Dormosiga. Gurusi xalq aytar ekan, bizdan shu xalq bo'lmaydi dedi. Ular bekorlarda aytibdi, biz yigitlarni ko'rmoqda, shu qiligini. Torbozon sizga to'g'risida bir o'ynasin. Gruzinchasiga oladi. Hayya qilib o'ynaysiz Torboz. Gruzinlar oyog'ini qanday o'ynatsa, Torboz bitta turusda ulardan ham tezroq o'ynatishga harakat qilsin. Sal eg'oni kamaytiring. Torboziga tayyormisiz? Boriga bosasiz ekansan. Harakat. Manimcha bitta ovozi bilan qarshi keldi. Yaxshining oyog'in ostida o'lsang or emas. Yaxshiga pandu nasihat darkor emas. Yaxshi bo'lmas yomonga ming nasihat aylasang, yaxshidan hech kimni ko'ngli hech qachon ozor emas degan. Dorboz atrofga qarang, yaxshilar tomosha qilib turibdi sizni. Hushyor bo'lasiz endi. Mayli, Dorboz yigit. Azizlar, sizlar uchun eng xobli tomoshasini ko'rsatadi. Meni iymonim komil. Bu tomoshani bu yerdan boshqa joyda ko'rmaysiz. Dorboz hozir yuqorida 12 metr balandlikda ko'zlarini boylagan holatda tor ustida yuradi. Ko'zlari boylangan holatda bo'ladi. Bu yerda ko'zingizni boylab qo'ysana, 3 qadamdan keyin adashasiz. Manzilingizni yo'qotasiz. Dorboz yigit sizga mana shu yuqorida bitta trosda ko'zlarini boylagan holatda yuradi. Qo'yvoring. Qochaveringlar yigitlar. Quloq qo'yib bittangiz. Dorboz yigit shol bo'lasiz. Straxovka nima qilasiz? Xo'p bo'ladi-da. Birodarlar, ana tepada straxovka bilan yuradi deganlarga e'tiboriga. Ko'zi boylangan holatda sizlarga sovg'a bo'lsin. Beladagi straxovkasini ham yechib qo'yadi. Hech qanday straxovkasiz 12 metr balandlikda o'ynaydi. Alloh saqlasa balo yo'q. Saqlamasa davo yo'q. Dorboz Alloh o'z panohida asrasin. Allohu akbar. Qani ketdiganda. Shor bo'lar. Dorboz yurishini ko'ring. Xudo degan bismillah deb shor bo'lasiz akasi. Boshilmasdan. E'tibor bering, belida straxovkasi ham yo'q. Xiyolon xato kechiramaydi. Ozgina xato yaxshilik ko'p kelmaydi. Shor bo'ling. Dorboz. Barakalloh. Astalik bilan. Shor bo'ling. Shoshilmasdan Dorboz. Mayda qadam bilan. Bedona yo'rg'ilab. Dorboz. Orqaga emas, oldiga yurib. Katta. Barakalloh. Yuqoriga ketyapsiz. Shor bo'ling akasi. Yuqoriga ketyapsiz. Tepaga yurishdi. Shor bo'ling. Tepaga ketishli bo'ladi. Shor bo'ling. Shor bo'ling. Astalik
assalomu alaykum. Ya qo'yni qo'yinglar, salomat bo'ling aka. Ey yashavoring, yashavoring. Ey, birodarlar, men aytdim, torboz o'zini yuqoridan turib pastga tashlaydi. Shu tomoshasini bir ko'ring-a. Torboz! Otang seni lochinim degan. Onang esa botirim. Xalqim suyib ataganki shumxorim. Bir zamonlar ertaklardan dostonlarga o'tgan seni qasidang. Qasidang emas, asli el ichida yurgan nasibang. Bobolar aytganidek, yo ul alidir, yo el ichida yurgan majnun bir validir. Maqsading ne deb so'rsalar, yurtga tinchlik, omonlik, sizga shodlik bo'lsa bas. Maqsadingdan o'rgilay dorboz. Hey! Yata! Dimashqi deb One, two, three, four. O'zini pastga tashlab yuborishni o'zi menimcha bitta ovoz bilan qarsakka arziydi-da. Shoshilmasdan sirtlarga ketishyo. Shoshilmasdan ishinglar bor. Asling bilan, hey! Rahmat. Azim qo'qon farzandi. Otasini, bobosini kasbini davomchisi. Torboz yigit emas. Abida qarsak bo'lsin Torbozga. Ahrobiy bo'lsin. Ey otasiga rahmat. Yashalar bo'lsin. Barakallah.